Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan takrorlaymiz robotlar jamoasi va sizlarga bugun ajoyib videoni tayyorlab qo'ydik. Bunaqa video O'zbekistonda bo'lmagan. Bundan keyin ham bo'lishi ehtimoli qiyin, chunki juda ko'p qo'shniroq ichidagi treyderlar hali trading nimaligini tuzuk quruq bilmaydigan ba'zi bir insonlar, faqat o'z foydasini o'ylaydigan insonlar prop tradingni maqtashmoqda. Bu video bo'lsa prop trading bo'yicha, prop firmalar bo'yicha juda katta haqiqatlarni aytib o'tadi. Mana shu yo'nalish bo'yicha videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga albatta foydali bo'ladi. Men sizlarga prop firmada ishlash mumkin emasligi, nima sababdan siz imtihondan yiqilayotganligingiz, nimaga O'zbekistonda prop firmalar paydo bo'ldi, ya'ni o'zimizcha milliy, qo'shniroq ichidagi milliy prop firmalar va ularni ishlash prinsipi qanaqa, hamma narsani mana shu videoda to'liq ochiq oydin isbotlari, dalillarigacha ko'rsatib beraman. Demak, men boshladim. Xullas, YouTube kanalimizga avvalambor xush kelibsiz. Takrorlanmas robotlar jamoa ancha kengayib bormoqda va men algo tradingga, savdo robotlariga oid videolar qo'yib borayotgan edim. Ma'lum sabablarga ko'ra, ya'ni tumov sababli ozgina pauza bo'lib qoldi, lekin bu videoni kechiktirmaslikka harakat qilyapman. Hozir ham ozgina ovozimda gripp alomatlari bor, lekin umid qilamanki, bu xalaqit qilmaydi. Demak, biz boshladik. O'zi prop firma nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, prop firmalar treyderlarga o'z aytishlari bo'yicha o'z hisobidan muvaffaqiyatli treyderlarga pul beradi. Lekin e'tibor beringlar, o'sha muvaffaqiyatli treyderlarni qanday aniqlab olishadi? Imtihonlar orqali. Bu bitta ko'rinishda juda ham chiroyli narsa, haqiqatda yaxshi, lekin imtihon bepul emas, pullik. Shuni evaziga imtihondan o'tkazib, undan keyingina demak real balans beradi aytishlari bo'yicha. Aslida real balans ham bermaydi. Buni isbotlarigacha video davomida keltirib o'taman. Imtihondan o'tolmaganlarda pullari, imtihon pullari qaytarib berilmaydi. Va bu imtihon pullari ham kichkina summa emas. Xo'p, imtihon o'tkazish uchun qanchadir resurslar sarf qilinishi mumkin. O'sha summani, misol uchun, davlat imtihonini, misol uchun DTM testlari ham yoki IELTS testlari ham ma'lum bir summa bilan o'tadi. Lekin unda offlayn bo'ladi, ma'lum bir odamlar bo'ladi. Lekin onlayn narsalar anchalar arzon bo'lishi kerak. Shuning uchun aslida bu imtihon pullari, yig'iladigan pullar prop firmani asl foydasi hisoblanadi. Men mana shuni sizlarga tushuntirib beraman. Avvalambor aytsam, prop firmalar bitta orzu ustiga qurilgan iqtisodiy piramida hisoblanadi. Men buni hozir keltirib beraman. Demak, maktabdan tug'ildik, maktabga bordik, maktabdan qanaqadir ishga joylashamiz, ishda 20-30 yil ishlaymiz, pensiyaga chiqamiz va hokazo. Bu normal insonning hayoti. Lekin treyderda hayot sal boshqacharoq va mana shu matrisadan chiqib ketish orzusida yuradi ko'pchilik odamlar va mana shu orzuni o'zlariga niqob qilib olib, aslida bunaqa orzu ularda ham bor. Ya'ni prop firma tashkil etgan insonlar, prosta tashkil etgan insonlar biladi, Forexda 80-90% odam mag'lub bo'lishini, o'z balansini yo'qotishini. Shuni evaziga demak, o'sha orzuni sotishni boshlashadi. Hammasi shu yerdan boshlanadi. Ya'ni siz hozir aytaylik, siz hozir muhojirda, Rossiyada sovuqda ishlab yuribsiz. Shu vagonda deylik, videoyimni ko'rib o'tiribsiz telefondan deylikda. Shunday holatlar ham bor. Yoki qanaqadir arzimagan oylikda davlat ishida ishlab o'tiribsizda, shu videoni ko'rib o'tiribsiz, meni tinglab o'tiribsiz. Shu joyda sizda ham orzu bo'ladi. Qimmatroq mashina, yaxshiroq, mayli qimmat mashina bo'lmasin, qarzlardan qutulish, kreditlarni yopish va hokazo. Bularni barchasini demak prop firmalar biladida, sotishga harakat qiladi. Ularni birinchi aytgan gapi, real balansdan ko'ra biz bergan balans sizlarga qulayroq, ko'proq foyda ko'rasiz deb $100,000 real balans boshqarish
niqob qilib oladi. Aslida $100,000 boshqa emas. Buni ham keltirib beraman. Kelinglar mana shu piramidani ko'rib chiqamiz. Demak, orzu ustiga qurilgan piramidada birinchi o'rinda pro firma daromad ko'radi. Pro firma eng yuqori turibdi va bloger treyderlar, qo'shniroq ichidagi treyderlar faqat o'sha reklama ortidan, hamkorlik ortidan daromad qiladigan treyderlar va influenserlar, bu ham treyder desa ham bo'ladi. Shular pro firmadan keyin daromad qiladi. Chunki ularda shartnoma bor, ularda hamkorlik dasturi bo'lishi mumkin, ya'ni referral tizim yoki o'sha o'zimizda ko'ryapmiz, bir treyderni o'sha pro firma qo'shniroq ichida sotib oldi. Endi kimligini aytishim shart emas, lekin o'shani kanalida faoliyatini olib bormoqda. Bu ham endi tekinga emas, albatta u o'sha treyder, bloger treyder analog'i o'z pulini olyapti. Va bu yerda founding treyderlar 10% dan ham kam bo'ladi aslida. Buni hisoblab beraman va mana shu archamizni eng pastrog'ida founding treyderlar 10% dan ham kam odam real balansga ega bo'lishi mumkin va pul yechishi ham mumkin. Pul yechib bermaydi degan gap yo'q bu yerda. Pro firmalar pul yechib beradi. Faqat nimani evazigaligini bilishimiz kerak. Va loser deb yozdim. Adashmasam inglizchada to'g'ri yozdim. 90% treyderlar, omadsiz treyderlar o'z imtihonidan, ya'ni prop shotlarni o'z balanslarini minusga olib kiradi. Natijada imtihondan yiqiladi. Bu tabiiy. Va shu 90% odam yiqilgani evaziga pro firma daromad ko'radi va mana bu treyderlarga ham pul berishadi. Mana shu, mana bundan bunga pul o'tadi. Bundan nechida foiz oshib qoladi-da. Aslida juda ham anaqa. 10%, aytaylik 5 yoki 10% pul beradi xolos. O'zini foydasini. Mana bu yutkizganlar pullarni 5 yoki 10% miqdordagi pulni bu yoqqa o'tadi xolos. Blogerlarga aytaylik 20-30% partnyordan. Bir narsani e'tiborga olinglar, imtihon uchun hisob raqam sotib olgan zahotingiz blogerga 5 yoki 10% summasi avtomatik o'tib ketadi. Ya'ni referral tizim. Mayli, referral o'tkazmasligi mumkin deyishingiz mumkin. Agarda referalsiz ro'yxatdan o'tsangiz, bunga ham pul qolmaydi-da, ya'ni referral kod o'tkazmadingiz, bu yoqqa o'tib ketadi. Pryamoy. Undan ko'ra sal bo'lsa ham mana shu qo'shniroq ichidagi treyderimizga foyda keltirganimiz yaxshi. Shunaqa. Endi 90% kuzatayotgan meni loser treyderlarim, ya'ni imtihondan yiqilgan do'stlarimiz yaxshilab tushunib olsin. Siz to'lagan pullar mana shu insonlarga o'tib ketadi 100%. Endi chunki bu biznes model xuddi shunaqa tuzilgan. Endi keling buni keyinroq ko'rib chiqamiz. Endi shafqatsiz 90% qoidasi, ya'ni faraz qilaylik, imtihon shotlaridan imtihon davomida 10 ta, ya'ni 10 ta odamdan 8 tasi yiqildi, 20 tasi, 2 tasi o'tdi, ya'ni 20% deylik. Bu yerda 1000 ta odam hisoblangan. Shuni hisob kitobini ko'rsataman va avvalo mana shu hisob raqamlari bo'yicha, ya'ni hisob hajmlari bo'yicha ma'lumotni berib o'taman, narxlari. Bu Founding Next adashmasam, hozir mana Google dan qidirib topgandim. Mana Founding Next, uzr, buni o'chirib olamiz. Founding Next O'zbekistonda, butun dunyoda hozir eng topoviy bo'lib turgan va o'zlarini FN Marketsda ham chiqarishibdi. Nu mayli, endi bu yerda ko'ramiz va bu yerda CFD bo'yicha challenge boshlashni bo'lsak, mana shu narxlar va 2 etapli, bu 1 etaplisi bor va hokazo. Bularda hammasi o'sha orzuni sotishga bo'lgan harakat. Mana futures rejalari ham bor ekan. Futures yangi ochildi. Men hali tanishib chiqmadim. Shuning uchun bu haqida gapirib o'tirmayman. O'sha Forex-da anaqani aytib o'taman. Ya'ni $15,000 akkaunt, demak $119 ekan. Hozir $120 to'laysiz ekan, 1 sent kam va siz $15,000 demo shotni olasiz va o'sha qo'g'irchoq trader sifatida, shunaqa deya olaman, qo'g'irchoq trader sifatida mana bu piramidaning ichiga tushasiz
va shafqatsiz 80% qoidasi ishga tushadi. Shunda siz 20% odamlar qatoriga kirishingiz kerak. Endi shartlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqichda 8% daromad ko'rishingiz kerak ekan, ikkinchi bosqichda esa 5%. Nima sababdan? Э, O'zi misol uchun $15,000 balans berdi va siz 8% daromad qilishingiz kerak. Ba'zida siz demo shotda bir kunda 10% ham daromad qilib qo'yasiz, to'g'ri. Lekin bu nima deydi? Lekin bu siz aytganchalik oson emas. Buning asosiy sababi kundalik yo'qotishlar, ya'ni kuniga 5% risk qilmasligingiz kerak. Ya'ni oddiy 1/1 nisbatda ishlagan taqdirda ham bitta сделкаga 5% risk qilib, bitta сделкаdan 5% daromad olsangiz ham bo'ladi, lekin o'shanda ham yana 3% daromad qilib berishingiz kerak. U bilan kifoyalanib qolmaydi. Agarda unaqa qiladigan bo'lsangiz, yiqitasiz. Ya'ni butun daromadni bitta yoki ikkita bitim bilan foyda qilib qo'ysa bo'lmaydi. Ya'ni bitta bitimni ochdingizda ushlab turasiz. Hafta davomida yurgan sari, ya'ni bozor impuls olgan sari bay oldingiz, misol uchun foydaga kiryapti va bu ortib boraveradi. Nima deydi keyin ular? Hafta yakunida bitimni yop deydi. O'shaqa qonun qoidalari ham bor. Endi minimal savdo kuni ham bor. 5 kun savdo qilishingiz kerak bo'ladi. 5 kun davomida demak har kuni savdo qilishingiz kerak. Lekin siz 2 kunda foydaga chiqib qo'ysangiz ham yana savdo qilib qo'yishingiz kerak-da. Ular vaqt cho'zishga harakat qiladi va ko'proq bitim ochishga undaydi. O'sha paytda ham minusga kirib qolish ehtimoli bor-da. Ular maksimal darajada sizni imtihonga yiqitishga harakat qiladi. Birinchi qaytarib olish 21 kun. 21 kunda pulingizni qaytarib olishingiz mumkin ekan. Qaytariladigan to'lov summasi. Biz to'liq narxni qaytaramiz. Imtihondan o'tganingizdan keyin to'liq summani qaytarib berishadi. Undan keyin siz foydani yechasiz. Adashmasam shunaqa. Xullas, bitta katta tozalash bo'ladi. Mana shu holatda e'tibor beringlar, brokerdan ro'yxatdan o'tsanglar shunaqa narsa chiqadi. Brokerlarda qayerda ko'rdim? RoboForex. Yo'q, bu shaxsiy anaqaga kirib ketib qoladi. Robo Invest. Xullas. Internetim ishkal menimcha. Yo'q, o'zi sayt shunaqa bo'ldi. Demak, profilimga kirib ketmadi, yaxshi. Xullas, RoboForexga kirsak ham, adashmasam mana bu joyda yozib qo'ygan, e'tibor beringlar. Mana retail investorlar 75% o'z balanslarini, mana mablag'larni yo'qotadi. Ko'ryapsizlarmi? Brokerlarning o'zi aytadi. Ey treyderlar, bilib qo'yinglar, o'sha bizni savdo qilayotgan treyderlarning 75% zarar ko'ryapti va mablag'larni butunlay yo'qotadi. E'tibor beringlar, 5% prosatka emas, 5% prosatka bo'lsa bu yana ham katta bo'ladi ehtimoli. 5% prosatka kirish ehtimoli yuqori. O'shani evaziga men 80% odamni out qilib yuboramiz, ya'ni 100 ta odamdan 80% birinchi imtihonni o'zidan ham yiqildi. Birinchi imtihonni o'zidan yiqildi va 20% o'tdi. O'shanda 80% mana ko'raylik, 1000 ta odam treyderlar kirdi. Narxi $62 dan deylik, $10,000 shot. $10,000 shot bu yerda ketyapti. Yozib qo'ymabman. $10,000 paket. $10,000 shot olyapsiz-da va kassa yig'imi $62,000 bo'ladi. Firmani cho'ntagiga bu tushib bo'ldi 100%. Endi qanchadir qismini berib qaytarib berish kerak bo'ladi firma. O'shani hozir tushuntirib beraman. Endi bu yerda katta tozalashda uje 20% odam o'tdi, uje 80% pul bu yoqqa qaytadi va eng qizig'i ular qo'shimchasiga yana sizni mana bunaqa narsa qiladi. Hozir ko'rsataman, yozib qo'ygandim esdan chiqib qolmasligi uchun. Reset va psixologik chegirma, ya'ni siz imtihondan yiqildingiz, birinchi imtihondan sizga aytadi-da, 20% chegirma qilib beraman, mana shu hisobni yana olsang, ya'ni reset qilsang. Demak, endi $62 emas, undan arzonroqqa olaman deb yana pul qidirib qolasiz siz. Natijada
yana o'sha firmani tuzog'iga kirasiz. Yana bir marta. Chunki ular nimani maqsad qilgan? Bir marta imtihondan o'tolmagan odam ikkinchi marta ham imtihondan o'tolmaslik ehtimoli yuqori. Ya'ni doimiy sliv qiladigan, doimiy o'sha tradingni bilmaydigan odam bo'lishi mumkin. Risk psixologiyasi yomon odam bo'lishi mumkin. Ular doimiy bunaqa mijozlarni qaytarishga harakat qiladi. Shuning uchun 20% chegirma beradi. Endi shu 1000 ta odamdan 200 ta odam ikkinchi etapga o'tdi. 80% yana out bo'lib ketadi deylik. Yana eslatib o'taman, bu 80% eng optimal deb bildim. ChatGPT yozib ko'rsanglar bo'ladi. ChatGPTning o'zi 95% odam bunaqa sharoitda imtihondan o'tolmaydi dedi. Ya'ni mana bu skrinshotni yuborsam 90% odam 95% odam o'tolmaydi deyapti-da. Bu yerda sabr sinovi etapiga yetib keldi. Bu ikkinchi varionkadan o'tyapti. Endi bizda haligi anaqa kuchli montajyor odamlar yo'q. Ya'ni bu yerdan odamlarni yiqilib tushib varionkani orasidan o'tayotganini montaj qilsa bo'lardi. Misol uchun haqiqatda shunaqa. Va 20% odam yana o'tdi varionkadan va 80% bu yoqdan chiqib ketdi. 20% yana o'tdi. 40 kishi qoladi. 40 kishi o'sha founder bo'ladi. Ya'ni Instagramni ko'rib qolaman. Birov sen founder bo'lmaguningcha harakatdan to'xtama va hokazo bila xullas shunaqa videolar qo'yadi ekan. Founder nimadir degan profil. Men profilini topib video ostiga qo'yib qo'yishga harakat qilaman yoki mana bu yerga yozib qo'yaman. Shu odam bilan ham tortishganman. Prosta u mem va oddiy videolar joylab turuvchi oddiy treyder xolos. Endi o'sha founder bo'lish orzusi mana shu prop kompaniyalar tomonidan sotiladi va mana shu sxemaga kiradi. E'tibor beringlar. Endi qaranglar. 20% odam o'tdi. 40 ta odam founder bo'ldi. Endi shu yerda ham bu yerda yomon anaqa holat bor. Mana shu imtihondan o'tgan bo'lsangiz ham hali pul yecha olmaysiz. 21 kunda bu yoqqa yozib qo'yyapti. 21 kunda pul qaytariladi deyapti. Demak 21 kun davomida savdo qilib turishingiz kerak. Shunaqa qoidalar bor. Savdo qilib turmasangiz shu yerda olib qo'yishadi. Ya'ni 5 kunmi savdo qilmasangiz necha kun ham real bozorda. Ya'ni sizni majburlaydi. RoboForex, Exness yoki boshqa brokerlarga pul solib qo'ysangiz, ular majburlamaydi. Yil 12 oy ham balansingiz turaveradi. Qaranglar, ular nima yo'llar tutishadi. Savdo qil deydi, u majburlaydi. Shuni evaziga demak, yana 80% odam pul yecha oladi xolos deylik. Ko'pchilik o'zi imtihondan o'tgandan keyin qiynalib 2-3 oy sabr qilib imtihondan o'tdi. Qo'pol qilib aytganda enasini ko'rib qaytib keldi va real balansga ega bo'ldi. Ko'pchilik maqsad o'zi prop sotib olishdan maqsad menga aytishadi. Kichkina summa bilan savdo qila olmayman, shu katta summa bilan savdo qilish kerak va shuni demak nima deydi? Shu orqali ko'proq foyda qilishim kerak deb turib o'sha imtihon pullarini boshqalarni qaytarishga yoki ungacha bir ikki marta imtihondan yiqilgan bo'ladi, o'shani qaytarish umidida razgon qiladi. Ko'pchilik imtihondan o'tib olay, undan keyin bitta razgon qilaman, normal summa, misol 10 minglik balansni 20 ming qilib yuboraman deydi. Yo'q, u paytda yiqitadi. U paytda real balans holatida ham sen deydi falon qoidalarga, ya'ni ro'yxatda o'tayotganingizda qoidalar bor. Qoidalarga amal qilmagansan, shuni ortidan seni yiqitamiz, короче, goodbye deydi. Shu bilan tugaydi. Ya'ni imtihon pulini ham qaytarib bermaydi. Endi mana shu 20% odam, 40 ta odamdan 20% odami real balansni olsa va foyda qilsa, foydasini yechib olsa, har biri o'rtacha $400 foyda qildi deylik. 10 ming dollarlik balansdan o'shanaqa $400 foyda qilsa bo'ladi. Balki $1000, kimdir $1000, kimdir $200 va hokazo. Shunda umumiy vaziyat bilan birgalikda $382, 8 ta odamniki $3000 firma shuncha pul to'lab beradi. $3000 atrofida pul to'lab beradi. Ko'ryapsizlarmi? $62000 pulni yig'ib, ataga $3000 chiqarib beryapti. Endi aytishingiz mumkin, u balanslar real ku degan, ya'ni realga chiqqaningizdan keyin. Yo'q, ular real emas. Bbook tizimida ishlaydi, hammasi 100%.
Ba'zi yaxshi, endi qo'shniroq ichida yaxshi, ba'zilari baribir yaxshi bo'lib qoladi. Ə, ular nima qiladi? A-book tizimiga olib o'tib qo'yadi. Ya'ni, ba'zilar aytadi $10,000, $20,000 yechdim deydi. Haqiqatda yechsa bo'ladi. Balkim u $100,000 shotda olgandir. E'tibor beringlar, o'sha $100,000 shotda olgan odam yiqilgan bo'lsa, $500 ga oladi, $800 ga oladi o'sha shotlarni. Xullas, umumiy ularni dashbordi bo'ladi. Ya'ni, mana shu prop firmani umumiy dashbord bo'ladida, u yerda kimlar pul yechyapti, o'rtacha prop firmani daromadi qancha, o'shanaqa ma'lumotlar asosida pul yechib beraveradi. Lekin qayerdadir kimlarni chopish kerak bo'lsa, chopishga harakat qiladi yoki kimlarnidir A-book tizimiga, E-book ya'ni tizimiga olib o'tadi. Ya'ni real bozorga majburan olib chiqadi. Ya'ni o'zini anaqasi minus bo'lmasligi uchun, ya'ni obro'si. Ayniqsa o'sha bloger treyderlarni o'zi ro'yxatdan o'tib, o'zi imtihondan o'tib yoki bironta kuchli treyder imtihondan o'tib pul yechib odamlarga ko'rsatib bersa, bu zo'rku. Ularga yechib beradi. Minusga bo'lsa ham yechib beradi kerak bo'lsa. Bu yoqda chunki katta foyda bor. E'tibor beringlar, bu narsani juda ham kichkina hisobladingiz. 62,000 foyda qilib $3,000 yechib berammi degan savolga javob beraman. 80% yana aytaman, 3 ta etap bor. Birinchi etapda o'zi 80%. U sliv qilib olishni aytmayapman men. Ya'ni RoboForex broker 75% odam sliv qiladi deyapti. Bu yerda faqat 5% yoki 10% prosatka haqida gap ketyapti xolos. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Demak, endi aqllilik qilaverman, nimaga o'zing prop olib ko'rmagandirsan, yo bu yoq ishlarni ham biladi deydigan aqllilarga mana skrinshot, meni profilim, e'tibor beringlar, prosta skrinshot qilib olganman Telegramdan. My founded qaysi sayt edi? Mana bu sertifikat mana. Endi birovniki, men o'zimnikini topolmadim. Googledan shunchaki rasm qidirib qo'yib qo'ydim. Mana shu prop firma yopilib ketgan hozir. Mana shunda ko'ryapsizlar, win rate 92%. Challenge o'tganmidim, o'tayap turgan paytimda ham, ya'ni win rate'im ham juda ham yuqori. Shu yerdan o'tayotgan edim adashmasam, 5 minglik balans xolos. Va targetga yetuvdim ekan. Birinchi etapdan o'tuvdim ekan. Mana chunki ikkinchi etapda kamroq foiz qilib bering. Mana ikkinchi etapda endi davom ettirib turgan skrinshotim bu. Va imtihonlardan o'tganman. Endi qanday o'tganman tushuntirib beraman. Xullas, imtihondan o'tganman. Buni isbotlarigacha bor, qidirib topib beraman. Bu men tanishimga skrinshotlar yuborganman. U Telegramini udalib qilib yuboribdi. Zo'rg'a topib, yuqorida xabarlarni o'qib, zo'rg'a topib oldim. O'zimning kompyuterimdan yo'q, o'chib ketgan. Endi imtihondan qanday o'tganman, shuni ko'rsatib o'taman tizma orqali. Xullas, bozor mana bunday yuradi, mana bunday keladi. Nechadir foiz bozor o'z joyiga qaytib berishi kerak va analizga ko'ra, indikatorlar analiziga ko'ra men mana bu yerdan taxminan sel olgan bo'lsam, ma'lum bir muddat kutamanda va yana sel olishim mumkin. Sel oldim va общий nechadir foydaga chiqadi hamma bitim. O'shanda yopib yuboraman. Bu oddiy narsa. Men u paytda oddiy savdo qilardim va shu bilan mana natijani ko'rib turibsiz, imtihondan o'tganman oddiy strategiya bilan. Lekin ba'zida mana bu yerga kelgan paytida indikator, RSI indikatori buy ko'rsatib yuborsa ba'zida menga farqi yo'q edi. Shu joydan buy bitim mana bu joydan buy bitim ochib qo'yaverardim. Rangini o'zgartirsak, buni buy, buni sell, buni ham sell deb qo'yaylik. Ko'ryapsizlar, mana bu yerdan buy ochib qo'yardim deylik. Va agarda narx bu yergacha cho'zilib keladigan bo'lsa, bu buy turib turaveradi. Hedgingda bu o'ziga xos. Mana shu ikkita bitimni yopardim-da, mana bu yerdan buy ochib qo'yardim keyin. Ikkita sellni yopardim, buy ochib qo'yardim. E'tibor beringlar, endi shu joyda qonun qoidani o'qimaganmisan degan savol berishingiz mumkin. Qonun qoidani o'qigandim, lekin bu narsa mumkin emasligini bilmaganman, lekin ikkita imtihondan o'tkazib qo'ygan meni. Eng alam qiladigan joyi mana shu ikkinchi etapda imtihondan ham o'tganman.
va bu strategiya hedging strategiyasi ikki tomonga ochishga ruxsat demak yo'q ekan pro firmada. Va uchinchi real balansni olayotgan joyimda отказ qilishgan. Nima sababdan отказ qilishgan? E'tibor beringlar. Ikki tomonga ochgansan deyapti. Xo'p, men ular bilan tortishganman. Xo'p, ikki tomonga ochishga ruxsat yo'q ekan. Nimaga MetaTrader'da shu narsani qilib qo'ymayansizlar? Ya'ni hedgingga allow berishgan, ya'ni ruxsat berishgan, ya'ni hedging savdolariga, ikki tomonga ochish savdolariga hedging profil bergan prop firma. Netting bersa bo'lardi, ularni aqli yetmadimi? Shunga hayron qolaman. Ya'ni bu pro firma menga ikki tomonga ochishga ruxsat yo'q deb turib, lekin nima deydi? Bergan profilida ikki tomonga, ya'ni ham buy ham sell ochish mumkin edi. Bular prosta sharoit yaratib beradi xato qilishimiz uchun. Lekin eng qizig'i buni birinchi etap imtihonidan o'tganimdan keyin aytmagan. O'sha yerda yiqitmagan. Shoshma, sen shunaqa ishlagansan, baribir ikkinchi etapda o'tmay qo'yaverasan, uje kech deb aytmagan. E'tibor beringlar. Yaxshilab tushuntiryapman bularni anaqasini, maxinatsiyasini. Va ikkinchi etap imtihonidan o'tgandan keyin real balans berayotganda aytgan. Lekin qarang, birinchi etap imtihondan o'tdim deylik. Ikkinchi etap imtihondan mabodo yiqilganimda, men mana bu narsani bilmasdimda, ozgina qolgan bo'ladi, chut-chut qoldi. Ya'ni o'sha orzuga berilib qolaman. Ozgina qoldi, bo'ldi, endi men yana tayyorlanaman, bu safar o'taman deymanda, yana shot sotib olaman, hisobni sotib olaman. Yana o'sha xatoni qilsam, bilmayman bu narsani anaqaligini. E'tibor beringlar, nimaga bunchalik mashenik, bunchalik yomon ko'raman prop firmalarni. Shunaqa narsalardan maxinatsiya qilib, qing'ir yo'llar bilan foyda ko'rishadi bular. Va bu narsa ko'rib turibsizlar, o'sha MetaTrader'ni o'zida отказ bersa bo'lardi. Ya'ni bitta tomonga ochdingizmi, сделка ketyaptimi, sell ochaman desangiz ruxsat bermaydi yoki sell ochganingizda buy yo'q holatda sell ochib beradi. Halinaqa netting profil deydi. Netting bilan hedgingda farqini bilgan biladi. Bemalol ishlab tushungan odam tushunadi demoqchiman. Xullas shunaqa. Ikkita imtihondan o'tib, xursandchilikda uje men endi men boyman deb turib 5 minglik shot o'zi prosta. Endi u paytlar lekin sinab ko'rganman. Shunaqa ish qilishgan menga. Bunaqa mexanizmlari ko'p. Shuning uchun aytaman, mana bu foyda, ularning sof foydasi, ular bizga orzu sotish bilan ovora. Faqat O'zbekistonda emas, bu butun dunyoda dolzarb mavzu. Buni ChatGPTdan so'rab ko'rishingiz ham mumkin. Sun'iy intellektdan bemalol. Va mana bu narsani sun'iy intellektga aytganimda u juda ham g'azablandi, juda ham pro firma sha'niga juda ham chiroyli gaplar gapirdi. Xullas shunaqa gaplar. Endi yana bir qo'shimcha aytib o'taman. Barqarorlik qoidasi bu eng katta tuzoqlardan biri. Ya'ni ko'pchilik birinchi, ikkinchi bosqichdan o'tadi, founder oladi, foyda qiladi, lekin pul yetishga kelganda rad javobini oladi. Mana yuqorida aytgan narsam. Shuni sal boshqacharoq varianti. Siz umumiy foydangizni 30 yoki 50% bitta bitimdan qildingiz. Bu narsa deydi, bu narsa omad yoki qimor bo'lib qoldi. Shuning uchun sizni anaqangizni bekor qilamiz deydi. Ko'ryapsizlarmi? O'shaning uchun bu narsa yomon va omad deb mana shu bitimni bekor qilishi mumkin yoki umuman shotni olib qo'yishi ham mumkin. Endi yana bitta ularda anaqa maxinatsiyasi, uzr. Slippage, ya'ni sirpanish deydi va spread. Pro firmalar demo serverlarida foydalanishadi. Bu degan narxlar dunyo bozorida 100% bir xil bo'lmaydi. Manipulyatsiya qiladi. Stop loss qo'ydingiz, stop lossga ozgina qolyapti-da, bozorda haqiqiy realniy narxi va qaytib ketib qoldi. Olmadi. Lekin pro firmalarda oladi. Ozgina 1-2 pips shunday slippage shunday yoki spread shuni o'ynatsam stop uriladi, bo'ldi, ketdi deydi. Imtihondan yiqitadi. Shunga harakat qiladi doim.
va mana kechikish bor deyapti. Bu yerda 1-2 soniya kechroq ishlaydi. Skalping qiluvchilar va robotlar bu anaqalarda ishlolmaydi, anaqalarda, pro firmalarda. Mana Razer chegirmalarini o'qib berdim. Demak, sizda chegirma bor endi 20% deydi. Menga ham 20% bergan imtihondan yiqitishga yiqitib. Xullas bu yerda har tomonlama sizni yana imtihon shotini olishga majbur qiladi. Mana bu yerda mana yozib qo'yilgan. Endi HFT robotlar ko'p firmalarda bu taqiqlangan. Ya'ni bizni soha robot bo'lganligi uchun shuni tushuntirib o'taman. Ya'ni bu robotlar ko'p ehtimol bilan o'zi robotlar stabil ishlashga usta va oyiga 5-10% daromad qilib bera oladi va o'sha 10% daromadni robot qilib bersa pro firma ga zarar. O'shani evaziga ular bu narsani qilib bermaslikka harakat qiladi, uzr. Endi juma kuni bitimlarni yopishga majburlaydi. Ya'ni ular so'p deydi yoki boshqa deydi, har xil bahona qiladi, lekin real bozorga olib chiqmaydi. Hattoki demo shotlarda ham juma kuni savdolarni yoping deydi. U demo shot bo'lsa nima farqi bor? So'p yozmaydi-yu misolda real holatda. Baribir yopinglar deydi. Maqsad o'sha foydada turgan bo'lsa, yopsangiz dushanba kuni gap bilan ochilsa, yana ham ko'proq foydaga chiqib bersa, ularga zarar. Keyin o'sha siz panikaga tushib qolasiz. Juma kuni tezroq bitimlarni yopib chiqib ketishim kerak. Shuning uchun bu narsalar hammasi sizni zararingizga ishlaydi. Demak, savdolarda ham yangiliklarda savdo qilish mumkin emas. Ko'p anaqalarda. Hozir mumkin bo'lib qoldi. Avval mumkin emas edi. Yana bir zumda negativga olmanglar. Hozir newslarda savdo qilish mumkin. Yana bitta narsa mumkin. Avval mana men olganimda mana 1 oy muhlat berardi. 1 oy ichida o'tganman. Imtihon shotlarini olganman 1 oy ichida. Avval shunaqa edi. Lekin hozir raqobat kuchayib ketgani uchun o'sha muddatni ham olib tashladi. Ya'ni 1 oylik halinaqa 1 oy ichida 10% bajarib ber deydi-da, 15 kun vaqtingiz bekor o'tib ketdi. 15 kunda siz 1-2% foyda qildingiz xolos. Hali 8% qilishingiz kerak. Va shu joyda siz yana ham ko'proq savdo qilishga, tezroq savdo qilishga urinasiz. Natijada over trading bo'lib qoladi, ko'p savdo qilish bo'lib qoladi. Yana o'sha gap sliv qilib qo'yishingiz mumkin. Endi yuqoridagi gaplarni inobatga olib, sizlardan umid qilib qolaman shu narsani. Ishonmanglar bunaqa prop firmalarga. To'g'ri, prop firmada pul yechsa bo'ladi. Yaxshi prop firmalar ham bor, ya'ni stabil pul yechib berayotgan. Unaqalarda ko'rishimiz mumkin. Payoutlarni ko'ramiz, isbotlarni ko'ramiz, hattoki tanishimiz pul yechadi. Lekin bularning barchasi nimani evaziga kelyapti? Mana shu 90% bechora treyderni evaziga, ya'ni minus qilgan evaziga bular pul yechib beradi. Shuni ham inobatga olinglar. Eng zo'r yo'li baribir real bozorda savdo qilish va real o'zingizni balansingiz bilan. Mayli, sentovoy qilib oling. Sizni ataga misol $62 pulingiz bormi? O'sha $10,000 shotni olgan taqdiringizda ham sizda e'tibor beringlar 8% prosentga, ya'ni $10,000 $800. Sizda $800 pul bo'ladi xolos. Bir anaqada $500 bir kun ichida. Va bironta kuchliroq yangilik, kuchliroq impuls chiqsa, o'sha ham minus bo'lib ketib qolishi mumkin. Agarda yangilik chiqib, siz bitta bitim ochib qo'ydingiz, tilla juda ham zo'r uchib berdi, bay ochdingizda, siz foydaga chiqdingiz. Bitta bitimda yuqorida aytganimdek, butun boshli 8% foydani qilib qo'ysangiz ham iloji yo'q. Ular yiqitadi. Yuqorida aytganimdek yoki bekor qiladi, mana bu yerda aytilgandek. O'shanaqani bekor qilib yuboradi. Endi yana qo'shimcha qilib aytaman. O'zbekistondagi milliy deb aytilayotgan prop firmalar haqida gaplashamiz va afsuski juda ko'p prop firmalar, O'zbekistonda reklama qilinayotgan, aktiv reklama qilinayotgan prop firmalar qayerda tuzilgan, qanday tuzilgan, bular haqida menda informatsiya bor, menda dokumentatsiyalar bor. Endi men ham dasturchi sifatida aytib o'tishim kerak. O'zi prop firmalar umuman
brokerlar qonuniy jihati bizda hali qonunga kiritilmagan. Trading sohasi Forex ham hali to'liq qonunga kiritilmagan. Shuning uchun soliqlar mavjud emas va prop kompaniyalar mana bunday nima deydi? Kelinglar, bir narsani ko'rsataman. Gold 49.uz. Saytimiz ishlamayapti, lekin bu domenni sotib olganmiz. Aytib o'taman, bu bizga tegishli va Gold 49.uz sayti O'zbekistondan ro'yxatdan o'tgan va uz domenini sotib olganmiz va o'sha O'zbekistondagi qo'shniroq milliy prop firmalar uz domenni ham olmagan, e'tibor beringlar va u domenni men tekshirib chiqdim. Ismini aytishim shart emas va barcha prop O'zbekistondagi prop firmalar tekshirsam, ba'zilari hamkorlik asosida ishlaydi. Ba'zilari chet ellik prop provayderlar tomonidan tuzib berilgan, lekin domen ma'lumotlari mana uz domenni qidirib ko'rsangiz, meni ism familiyam chiqadi. Ya'ni kimga tegishli ekanligini aytishninglar biladi, qanday ma'lumot olish kerakligini. Lekin ularni tekshirib ko'rsak, offshor zonalarda noma'lum insonlar qo'lida, ya'ni hattoki o'zini realniy qo'lida ham emas domeni yoki shunaqa muhim ma'lumotlari. Xullas, mana bu sayt, bu saytdan bemalol o'zingiz prop firma ochishingiz mumkin. Bunaqa saytlar bir nechta, men eng mashhurlaridan bittasini ko'rsatyapman. Mana book a demo, ya'ni demo uchun biz yozilishimiz mumkin navbatga. Ular o'zlari bizga xabar beradi. Endi bu yerda o'zlarini alertlari bor ekan va hokazo. E'tibor beringlar. 70 dan ortiq prop firmalarga xizmat ko'rsatgan, 200 mingdan ortiq aktiv treyderlar bor. Shunaqa. Xullas, e'tibor bering. CFD pro firmalari, ya'ni biz aytayotgan futures pro firmalar va kripto pro firmalar, e'tibor beringlar. Kripto pro firmalar ham chiqdi. Bular haqida ham video qilishga harakat qilaman. Va sport, ya'ni bu Xbetda, qo'pol qilib aytganda, Adin Xbet shu kabi bookmaker kompaniyalarida pro firmasi. Endi mazza qiladigan joyi shu, ya'ni qimorboz do'stlarimiz, o'sha Rais buva fanatlari, Rais buvamidi, Rais otamidi, qimorbozlar uchun sport pro firmalar ham chiqmoqda. Bemalol u yerdan ham shot sotib olib, endi sportda nabarot riski ashi yuqori. O'shani evaziga bular shuni evaziga foyda ko'rishadi. Sayt bilan bemalol tanishib chiqishlaringiz mumkin. Demak, bu yerda har xil o'zining narsalari va hokazo. MetaTrader 4, 5 va boshqa boshqa servislar, mana CityTrader bilan hamkorligi va hokazo ma'lumotlari bor. Ya'ni bu kompaniyaning hamkorlari va ya'ni plan va qonun qoidalarni o'zingiz o'zgartirib olasiz deyapti mana bu joyda va dashbord bor va sotuv bo'yicha sizga tayyor veb-saytlar, admin panellar beriladi deyapti. CRM tizimi bor, ya'ni siz profilni ochsangiz, CRM nimaligini o'sha o'quv markazi bor, o'shaqa katta biznesi bor odamlar tushunadi. CRM o'sha mijozlar bilan ishlovchi, ma'lumotlarni yig'ib, ular bilan aloqa qiluvchi tizim va bu yerda KYC ma'lumotlarni, ya'ni o'sha pasport ma'lumotlarini qabul qilish funksiyalari bor. Batafsil statistika bor, risk menejment bo'yicha tools bor, ya'ni 50 dan ortiq to'lov tizimlari, back office, ya'ni orqa ofis deydimi? Xullas, bu o'sha nima deydi? Ko'proq biznesmenlar tushunadigan gap ekan, uncha tushunmadim. Xullas, prop trading platforma, sport betting texnologiyasi va kripto prof firma. Bularni ochib beraman. Mana treyderlarning dashbordi ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda bo'ladigan. Juda ham ajoyib va mana bu yerda falonchi, pistonchi deb ro'yxatdan o'tib, demak prop firma ochishimiz mumkin ekan va bular sizga tushuntirib beradi mana bu narsalarni. Uzr.
Mana bu narsalar tushuntirib beradi eng qizig'ida. Chunki menda shunaqa dokumentatsiya bor edi. Eski kompyuterimda buni yana ko'rib sizlarga taqdim etaman. Telegram kanalimizda, uzr, Telegram kanalimizda taqdim etaman. U yerda yaqqol yozib qo'ygan. Shuning uchun shu videoni tayyorlashga ahd qildik. Shunaqa firibgarlik holatlari, ya'ni qonuniy firibgarlik desa ham bo'ladi. Demak, bunaqa profilni ochish muammo emas. Bemalol har kim ochishi mumkin yoki jamoalar ochishi mumkin va o'shalar O'zbekistonda afsuski shu ishlar bilan shug'ullanmoqda. Ular ularga aytadigan iltimosim, aytadigan asosiy gapim, o'zbekni cho'ntagiga qo'l solishni, ya'ni o'zbek bo'lib turib, o'zbekni cho'ntagiga qo'l solishni bas qilinglar. Oxirgi gapim shu. Demak, tushunarli bo'lsa, o'sha o'zimiz qatori oddiy treyderlar, o'zimiz qatori oddiy insonlarga gapim, sizlar bunaqa firibgarlik saytlariga ishonib qolmanglar. Ya'ni firma deyarli 100% firibgar. Ba'zi birlari ishlashi mumkin, lekin u ham uzoqqa bormaydi ko'p ehtimol bilan. Shuning uchun sizlarga mana shu ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Telegram va Instagram hamda YouTube kanalimizda aktiv bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Bundan keyin ham ajoyib foydali videolar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Hech kimda shaxsiy adovat yoki boshqa narsa yo'q edi. Biz shunchaki odamlarga to'g'ri va yaxshi ma'lumot berishga harakat qildik. Sog' bo'lasizlar.